Oltinchi sinf qadimgi dunyo tarixi. 9-mavzu. Piramidalar va daxmalar. Hamma narsa vaqtdan qo'rqadi, vaqt esa piramidalardan. Qadimgi va o'rta podshohliklar davrida Misrliklar barpo etgan ulkan piramidalar, fir'avnlar dafn etiladigan joy, maqbaralar bo'lgan. O'tgan mingyilliklar davomida ko'pdan ko'p shaharlar va davlatlar yo'q bo'lib ketdi. Ibodatxonalar va saroylar xarobaga aylandi. Faqat piramidalar vaqtdan qo'rqmaydi. Faqat piramidalargina 4000 yildan oshiq vaqt davomida o'zgarmasdan turibdi. Memfis shahri yaqinida 3 fir'avn, Xufa, Xafra va Menkauralar uchun bunyod etilgan piramidalar eng mashhur inshootlardir. Bu piramidalar jahonning 7 mo'jizasidan biri hisoblanib, ular hozirga qadar saqlanib qolgan. Eng katta piramida Xufa uchun Yunonlar uni Xeops deb atalgan. Miloddan avvalgi 2600-yil atrofida qurilgan. Uning balandligi 147 metr bo'lgan. Piramida har biri 2 tonnadan og'irroq bo'lgan 2,5 million dona tosh bo'laklaridan tashkil topgan. Toshlar shunchalik tekis qilib kesilgan va tarroshlanganki, ular o'rtasidagi yoriq 0,5 millimetrdan oshmaydi. Piramida ichida dahliz bilan tutashtirilgan bir qancha xonalar mavjud. Ulardan birida fir'avnning mumiyolangan jasadi solingan toshtobut, sarkofag joylashgan. Daxmalar ichi esa munojotlar va qarg'ishlardan iborat bitiklar bilan qoplangan. Ular fir'avnni himoyalashi va o'zga hayotga o'tayotganida unga yordam berishi kerak bo'lgan. Piramidalarni Sfinks, tanasi sherniki, boshi odamniki bo'lgan ulkan haykal qo'riqlaydi. Sahro shohi Sfinks haykali toshdan ishlangan bo'lib, balandligi 20 metrga teng. Yangi podshohlik davriga kelib, Misrliklar piramidalar qurmay qo'yishadi. Fir'avnlarni tog'lardagi o'yilgan tosh maqbaralarga dafn etadigan bo'lishadi. Eng mashhur maqbara fir'avn Tutamxonga tegishli bo'lgan. Maqbara ichidagi tasavvurga sig'maydigan boyliklar bizgacha yetib kelgan. Mumiyolash. Qadimgi Misrliklar inson vafot etgandan keyin marhumlar saltanatiga ketadi, o'sha yerda umrini davom ettiradi deb hisoblagan. Ammo marhumlar saltanatidagi hayot Misrliklar fikricha Osiris sudining natijasiga bog'liq bo'ladi. Tarozining bir pallasiga marhumning yuragi, boshqasiga esa qush patlari qo'yiladi. Mabodo tarozi pallalari tenglashsa, demak, inson bu dunyodagi hayotida faqat ezgu ishlar qilgan bo'ladi. U vafot etgandan keyin ajoyib bir sharoitda umrini davom ettiradi. Mabodo yurak og'irroq kelsa, demak, inson bir talay yomon ishlarni qilgan bo'lib chiqadi. Natijada badbashara maxluqlarga yemish bo'ladi. Osiris qarshisida go'zal qiyofada qad rostlash uchun Misrliklar inson jasadini mumiyolagan. Mumiyolash bilan Misr kohin tabiblari shug'ullangan. Odatda mumiyolash qariyb 70 yil davom etgan. Jasadga maxsus ishlov berilgandan keyin ko'pdan ko'p matolar bilan o'rab chirmashgan. Matolar qati orasiga omad keltiruvchi tumorlar qo'yilgan. Mumiyolash faqat marhumning ortida qolgan boy badavlat qarindoshlarigagina nasib etgan.